ochig'ini ayting, ovqat qilishni bilmaydi. Birinchi marta sayohatga chiqmoqchiman, lekin men o'ylayapman. Tailandga chiqaymi, Vyetnamga chiqaymi? Siz qaysi birini tavsiya qilgan bo'lasiz? Azizbek, keling, men sizga hozir tushuntirib beraman. Ikkala davlatga ham ketma-ketlikda o'zingiz tanlab olasiz. Birinchisi, otellarga keladigan bo'lsak, Vyetnamda otellar, all inclusive otellar bor. Ko'p otellari yangi, sababi karantindan chiqqandan keyin hammasi renovatsiya qildi. Tailandga keladigan bo'lsak, Tailandda eksklyuziv otellar bor, lekin bir xil otellari bor. Uni tanlamasdan olishingizga to'g'ri keladi, chunki lokatsiyasi qiziq bo'ladi. Keyingisi, ovqat masalasi. Ovqat masalasida Vyetnamda ochig'ini ayting, ovqat qilishni bilmaydi ular. Endi o'zimiz ovqatlarni yoki xalqaro ovqatlarni tanlab qidirib yurishingiz kerak. Lekin Tailandga keladigan bo'lsak, Tailanddagilar ovqat qilishni biladi. Undan tashqari boshqa xalqaro ovqatlarni ham borsangiz ham yerda ovqatlari shirin-da. O'shaning uchun bemalol mazza qilib ovqatlanib yura olasiz. Uchinchisi, aylanish masalasida. Endi bu yerda eng qizig'i keladi. Vyetnamda ham bor, Tailandda ham bor aylanishlar juda ko'p, lekin Vyetnamda qo'l tegilmagan, tabiat o'zi yaratilgan joylar juda ko'p, orollari ham toza, plyajda, ko'p odamlar borib qirqib tashlamagan. Parklari juda ko'p. Tailandga keladigan bo'lsak, orollari 2-3 ta eng populyarni, hamma Instagramga borib qiziqib borib ko'rib keladigan. Shu bilan bo'ldi. Lekin plyajlar sal kirroq Vyetnamga qaragan. To'rtinchisi, narx masalasida. Vyetnam haqiqatan sayohat qilishga juda arzon. Masalan, Tailandda siz 1000 dollar ishlatadigan bo'lsangiz, Vyetnamda xuddi o'sha narsani 2 barobar arzon, примерно 400-500 ga pasportlari bilan maza qilib, ikkala bir xil narsani aylanib kela olasiz. Vyetnam ancha arzonga tushasiz, Tailandda nisbatan qimmatroq. Siz qaysi davlatga borgan bo'larsiz? Fikringizni kommentariyada kutaman.